Max, yaxshimisiz? Behruz, qalaysan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanish Kevin, yaqinda Amerikadan keldi. O'zi oti Karimda. O, Amerika sehrli diyor. Olib ketar ekansiz jahon chempionatiga? Bo'ldi, jigar, biz ham oz-moz vizalarga aralashib turamiz. Hal qilamiz, jigar. Hozir bir daqiqa. Seryozni aytdi olib ketar. Ha, men aytdim-ku, o'sha tanishimda. Qachon aytdi? Qilgan papiga sarsam chiqmayapti hozir. Ko'tarmayapti-da telefonni. Nimaga bolalar ko'ntirmi? Hatto idrogimiz kelmay qoldi-da. Men tushib beraymi, jigar? Bilasizmi? Ha, endi mashinadan o'ynab katta bo'lganmiz. 5 sarsam qolmasdim, jigar. Ha, 5 ga o'tirib oling. Spokойно birganda yomon edi o'zi. Amerikada o'ynab yurgan bu. Jigar, avtomat eksportda olamidi? Ha, eksportda o'ynaganmiz ishqilib. Ha, bo'ldi, mana hozir qonatamiz. Jigar, otmayapti-yu bu. Bu tomonda emas, nari tomonda otamiz. Kelsa, duxtum o'ylashyapti biz, yoraylik. Paqiy ko'tarmayapti. Chidaymi, jigar, nima muammo? Ha, mehmon ozgina muammocha bor-da, nima qilmay qo'yasiz? Ha, aytingchi, hal qilarmiz, yechimi bordir. Xullas, talpa bor edi-da, bitta Paqiy degan o'rtog'imiz bor. Kelmay qoldi o'sha. Ha, bo'ldi, men boraman, jigar, yuring, biz ham yoshlikdan talpa ko'rib yurgan bolamiz, yuringchi. Ya, mehmon ketadigan odamsiz-da, bular ko'pchilik, nima qilmang? Ha, jigar, 1-2 mishdan odam o'lmaydi, hal qilamiz. Hozir mashinadan bitta narsa olaydi. Yaxshi, Habib spokойно urib qo'yadi-yu. Mashina bekor ketmadi. Karset parseti bormi deyman-da? Ha, betob bo'lsa kerak. Ana madaniyat borda Amerikada baribir urushdan oldin ham atrofga olyapti, qara. Ha, aytdim-ku, jigar, 1-2 mishdan odam o'lmaydi deb. Ha, o'lmadi. Shuncha urushdi, biroz aralashmadi, talpa ko'rganman. Ha, rosa talpa ko'rganmiz, jigar, YouTube'dan ko'rganmiz-da. Men bir kapinisi, men birinisi o'latib kelay, mazam bo'lmayapti. Boshqa. Ha, jigar, o'zim o'ylab qo'yaman kapingizni. Meditsinadan oz-moz xabarimiz bor, burchaklarda yurganmiz. O'chir hozir. O'chir! Buni hozir jigar-jigarni oxiri o'ldirib yuboradimi? Atir sepganni tushirishim kerak edi. Mashinani olib qo'yganmi men joy? Tushunmadim. Shuni kecha qaynatam aytdi, mana shu joy sizniki deb, mashinani ol. Boray, Lubayin chaqir, men joyim bu. Ism sharifing nima? Muhriddin. Dadajon, Muhriddin degan ism sharifli odam bormi? Bor. Ol mashina. Ol beydan, men kuyovimni joyi ber. Chol, o'zingizni bosing, yoshingizni hurmat qilyapman. Nechinchi yilsiz? 50. Chaqirasiz qator bo'ldi, gaplashamiz. Ya chaqir, Luboyinni chaqir. Alo, dadajon? Yo'q, birovlarni kuyovga o'xshab bir narsalar sovg'a qilmasdan faqat talpaga chaqirasiz ekan-da. Mani urmoqchi edi bu dadajon. Sizga qo'l ko'targanda jonim o'lim. Bu dunyodan udalit, narigi dunyoga saqlanib qilaman, xo'pmi? Qani? Ha, ana o chol. Maka cholami o'ldi. Davay. Ana salomat. Yo, bu uryapti-yu. Spokойствие bo'lavering. Charchaydi bu. Men sezib turibman, bitta urgandan keyin charchaydigan holidan bu. Uravering. Qaro zo'rurdi-da. Urishmayman kuyov endi men. Nimaga? Doktor menga 2 kishini teng ursangiz chalajon bo'ladi degan. Bir kishi o'lib qoladi, ket. Endi qilmay. Agar o'zi yana ursangiz, massajga olib boraman. Massajga? Maka big'illataman seni. Va kuyov o'limiga chidamamiz, bu itdek uryapti. Ha, albatta. Dadajon, sen bir urushga harakat qilib ko'rasizmi? Mayli. Bunday qo'lingiz ko'taring, bunday cho'zib ko'ring-chi, nimadir hodisa yuz berar. Mana. Nima bo'lmasa? O'sha berdi, sharmanaga yuldiryapti. Tosh. Toshga yopishdimi? Qo'limni ko'tarib qo'y. Men chempion. Massajga haydang. Massajga. Uvillamang kalta yeganingizdan keyin, uvillamang menga. Azobchi dema, bo'g'ilib turibman. Solishasizmi? Men u shallaqi choldan ko'ra yomon uramanmi? Nima qilmang endi dadajon, turing endi. Kuyovlarim, men pishganga o'xshayman. O'xshamaysiz, siz aniq pishgansiz o'zi. Vasiyatda eshitinglar. Mashinami? Ishlaydigan kun ham bor ekan, qaysi uyda, kimga? Meni Shahlo Ahmedovaga uylantirib qo'yinglar. Bu qaysar odam aytgandan qaytmas ekanda. Rostdan qachongacha yuraman, uylantirib qo'yinglar meni ham. Hey,
Turing undan ko'ra bir aylantirib kelaylik, yotavermasdan uyni ham hidlantirib tashlabsiz. Turing endi. Deymi? Anaqa kuyov bulutchisi bormi? Bor, nima qilasiz? Ha, ulab olsam bo'ladimi, qo'shib qo'yib ketaman. Mayli, bemalol. Ha, mana. Avayla avayla sevgimni avayla bu yuragimni o'zingga joyla. Boja, odam qattiq qo'rqqanda xotirasini yo'qotadi deb eshitganman. Balki Shahlo unutaverar. Mana eshitganman va shularni. Hey, zo'r ekan, keyingi safar Shahlo bilan uchaman. Hey, kuyov, qayta tug'ilish iloji bo'lganda Shahloni admini bo'lib tug'ilardim. Ha, undan Shahloni opasi bo'lib tug'ilning, quchoqlashib yurasiz. Ya ustimdan kulmay o'zi yurak yonyapti, yurak. Kakras ichiz yonayotganini bilib, mana Mikko suvlaridan olib kelganman. Chanqog'izni bittada qoldiradi. Anorli, nokli qaysi biridan ichasiz? Bu o'zimizning milliy mahsulot. Ichiga tabiiy sharbat qo'shilgan. Zo'r ekan-ku. Ha, zo'r suv, men doim ichaman. Siz fikringizdan qaytdingizmi, shuni gapiring. Ha, men uyga borib bitta o'ylab ko'ray. Alo. Kuyov, nima qilyapsiz? Menmi? Yer chopyapti o'zi. Soat 2 da nima qilish mumkin? Uxlayapman. Ha, men uxlamayapman-da. Xohlasizmi? Butun umrga uxlatib yuboraman. Ya, kuyov onini hal qilib bera olasizmi? Qana odamsiz, soat 2 da Shahlo Ahmedovani qayerdan topib beraman? Ha, yo'q, Shahlo Ahmedov emas, uni Mikko suvlaridan ichkim kelyapti. Zo'r ekan-da. Doli. Yomonmi, mersmi? Menga qara, uni ko'pulchi mers barga ko'modimi? Mana mers o'zi chaqir. Endi urolmaydi, biz hozir chaqiraman-da. Alo, ko'pilchi, kel mashaqqa mashattamiz. Jangni mashaqa belgiladik. Davay, kelyapti. Davay. Ha, kelmayapti-yu, qattaring aytavdingmi? Ha, mashaqqa keldimi? Ha, mashaqqa deganni u qaydan biladi? Lakasini tashamaysanmi? U qondisini sezadi, hozir keladi, qonni hidiga keladi. Ana kel. Ketdik, bosamiz. Hal qilsak qilaylik, bundan boshqa problemalar to'liq yotibdi omma. Uryaptimi? Nash tarafingda sezgi organi ishlamayotgan shekilli. Ha, uryapti. Meni mers. Ha, mers meniki emas, meniki, nima uryapsiz? Hey, urushasanmi? Ye, urushasanmi deyaptimi? Qo'yib turing hozir. Ha. Bu quyosh bu. Bu nur sochadi. Buni havo. Ya'ni kislorodni angittiradi. Nafas olasan-da. Ha, bu aka bo'lsa. Urushasanmi deyapti. Tushunyapsanmi shuni? Davay. Nima qilyapsan, ey? Ha, men yoshligimda orqachami urishganman. Qara, to'g'ri urish. Oqdi. Bo'ldi aka, ketavering, keyin safar yana chaqiramiz, bugunga yetadi. Qoshiq tiqish kerak. Qoshiq yo'q, hozir nimadir topaman tiqqani. Ey, gaplashamiz hali sen bilan. Tepyaptimi? Ha, aynayini yop ekan bu. Yomon-da bular. Odam xumor tutib ketdi-yu, dadamni oz qolganmikin? Nima qilyapsan? Eshitimi yozilmagan kechida nimani o'qiyapsan? Ustozing rosa yomonlar. Yaxshi o'qimayapsan ekan maktabda. Bor kundaligingni olib chiq. O'tir, mana kun. Mana adabiyotdan 2 olgansan. She'r yodlash. Qaysi she'r edi, ayt. Akamajonim. Onajon o'lcham. Rimni alishmasman beta poyanga. Nima bunaqa aytyapsan? Vata tuyg'usi bor. Mana bir yaxshi ijro qilyapsan. Nimaga 2 qo'ygan hayronman. Hop, matematikadan ham 2 olsan. Karra-karrani bilmaysanmi? 2 kere 5 nechi? 10. 3 kere 5. 10. Mol 15 bo'ladi. Qanaqa 10? 3 kere 7. 10. 21 bo'ladi. Nima? Faqat 10 deyapsan. 10 dan oson bo'lyapti-da. Mana, biologiyadan, hayvonot olamidan ham 2 olgansan. Qaysi hayvonni o'tdinglar? Itni o'tdinglar, itni bilmadingmi?
Ya endi kerak emas. Ya o'qituvchingga aytish kerak edi. Sen kamida miyav degansan, sharmanda qilmading. Iblos, nofchiko deymi? Yo, chekodim, yutib yubordim. Dadish! Otib qo'y. Vali. Ve sen palakatda arkasida shot berib qo'yding. Nima telefon qilyapsan? Tinchlikmi? Qo'yasanmi, yo'qmi? Yana boshlan. Men bitta o'zim o'ynayman, davay. Nima? Dubayga ketyapman deysanmi? Men joyingda turib hozir boraman. Yenayligiga ketasan, qo'rqoqsan. Mashinam. Brat, hozir kelar, ko'piniki olib ketgan. 2 soatda keladi. Javob. Olishib o'tiringlar, olinglar. Ha, mehmonni chaqiryapman, ovqat oz to'q. Hadi. Nima? iPhone'ni kimdan so'rab kredit oldi? Kim to'laydi uni pulini? Men pulim yo'qmi, o'rtog'imdan olamanmi? O'rtog'imdan yo'q ekan puling. Qaytar uni. Baqirmayap, pulingni yo'qotib yuborasan hozir. Molmisanlar, bo'kirasanlar. Og'zingga osh bola. To'yimdan chiqib ketganmi? Ya bo'ldi, to'g'ri, baqir-chaqir qilishmaydi. Baqirmas, jim o'tirgan. Qaytar. Qarzga umuman bermasligi kerak. Ey odam, qaysikanlik bilan kunlikka o'tib ko'ylak kiyadi. Men hozir o'zingni bor ko'ylagingni yechtatma. Tushundingmi? Voy, futbolkani yirtvordi. Urgan qolgan. Dada? Assalomu alaykum, dada. Assalomu. Max, Langirda o'rtadan olib keluvdim-mi? Eslaysizmi? O'shani yana olib keldim. Keling mehmon, Karvonsaroyga xush kelibsiz. Keling. Ko'rdingmi, yur. Xush kelibsiz mehmon. Bu o'g'lim yoshligida zo'r odati bor edi. Ko'chada ko'rgan dayditini uyga olib kelaverardi. Katta bo'lib ham o'sha odat qolmabdi-da. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Men ketdim, Behruz. Yo'q, jinnimiz o'tiribmiz-da. Itlar to'g'risida aytyapsiz, sen itmassanmi? O'xshatyaptilar-da. Yo'q, ana anaqa dusturamiz bu. Seni yana ko'zlaringda yo'q. Iblos, uyga kelganda oyog'ing yuvib olmaysan, paypog'ing bijiyapti. Men paypoq kiymadim, tapchig'iga keldim. Amaki, mayru chiqay, men kisasayotgan bo'lishim mumkin. Yo'q, mehmonlar kisasimaysiz, bemalol o'tiravering. Shunaqa ham sasiydi, bijib ketdimi? Makide. Yo'q, hozir o'rganib qoladi, dada. Nimachi? Nega seni jonim yana ko'zlaringda. Genri! Futbolga yig'ishtir. Uni belikalik nivelga qo'y. Qur'on Sulton homilador, kimlarligini bilib olishim kerak, qo'y. Ha, dada, hozir futbol. Ha, qo'y uni serial ko'raylik-chi. Mayli, Behruz, men ertaga ko'raman futbol. Qo'y serialga. Ha, mehmon ko'rayotganmidi? Ha, bo'pti, sizlar ko'raveringlar. Yo'q, amaki, men ertaga ko'raman, bemalol ko'raver. Yo'q, ko'raveringlar. O'zingni uyingda serial ko'ra olmasang, dardingni kimga aytasan? Behruz, men ketdim, uyda ko'raman futbolni. Yo'q, ko'raver. Dadam ertaga ko'raveradi, haftor qaytarib beradi-ku. Bermaydi, haftor. Yana Nikolas Jekson. Iblos tez bo'l, yuvinishim kerak, to'yga kech qolaman. Bo'l tez. Amaki, mayli, siz yuvib olavering, men keyin yuvaman. Ha, yo'q, yuvinib olavering. Yo, siz kech qolmang, kiravering. Hozir chiqadi, aytishyaptimi? Hozir chiqib bo'lasan. Menga qara, suv o'chirib qo'ydim, qarzimiz ko'payib ketdi, yoqmang. Behruz. Ha, bo'pti, ketaver. Теперь давай танцуй.